Insoniyat asrlar davomida qor bilan qoplangan tog'lar orasida yashiringan maxluq haqida gapirib keladi. Uni ko'pchilik qor odami, Himolay dahshati deb atashadi. Ammo o'rtada bir savol bor. Bu afsona qachon va qanday boshlangan? Qor odami haqiqatdan ham mavjudmi? Keling, bugun mana shu savollarga oydinlik kiritamiz. Italiyalik tadqiqotchi Nikolas Tambazi Everest yaqinidagi Tibet hududida sayohat qilayotganida uzoqdan qor ustida yurgan insonsimon maxluqni ko'radi. Uning so'zlariga ko'ra, bu mavjudot odamga o'xshar, ammo tanasi butunlay qalin tuklar bilan qoplangan edi. U qo'lida hech qanday buyum yoki yuki yo'q edi, faqat jim va bir tomonga qarab harakatlanardi. Tambazi unga yaqinlasha olmadi, lekin maxluq ketgan tomonga borib, katta oyoq izlarini topadi. Izlar aniq insonnikidan kattaroq, hayvonnikiga ham o'xshamas edi. Ammo oradan ko'p o'tmay qor yog'ib, izlar butunlay yo'qolib ketdi. Bu voqea o'sha paytda ilmiy jurnallarda chop etildi va qor odami haqida dunyoga tarqalgan birinchi xalqaro hisobot sifatida tarixda qoldi. Shundan so'ng qorli tog'larda yashovchi sirli mavjudot haqida afsona tobora kuchayib bordi. Tombazi u maxluqni taxminan 200-300 metrdan uzoq masofada ko'rgan. Unda hech qanday rasm yoki fizik dalil yo'q edi. Faqat insonsimon narsa qor ustida yurganini aytgan xolos. Bu subyektiv kuzatuv, ya'ni shaxsiy taassurotga asoslangan guvohlik. Ilmda bunday holatlar ishonchli dalil hisoblanmaydi. Olimlarning fikricha, tog'li hududlarda havodagi tuman, quyosh nuri va qor aks ettirishi sababli ko'z aldanishi, ya'ni optik illyuziya sodir bo'lgan. Ayniqsa uzoq masofadan qaraganda oddiy hayvon odamga o'xshab ko'rinishi mumkin. Shu sababli olimlardan ba'zining kuzatuvi ko'z illyuziyasi yoki masofadan noto'g'ri talqin qilingan deyilgan qarorga kelingan. 1951-yil Everest cho'qqisiga yo'l olayotgan britaniyalik alpinist Erik Shimpton. U tog' yonbag'rida kutilmaganda inson iziga o'xshash yirik izlarni ko'radi. U izlarni suratga oladi va internetga joylashtiradi va shundan so'ng qor odami degan afsona yana butun dunyoga tarqala boshlaydi. Suratlar gazetalarga chiqadi, jurnallarda chop etiladi. Odamlar esa yana ishonishni boshlaydi, chunki bu safar aniq dalillar bor edi. Ammo oradan yillar o'tib olimlar bu fotosuratlarni ilmiy tahlil qila boshlashadi. Tuzilishini solishtirib ko'rishadi va natijada esa kutilmagandek bo'ladi. Ular ayiq oyoqlari qor ustida sirpanib, shaklini o'zgartirganda hosil bo'lgan izlar ekanligini isbotlashadi. Qor ustidagi harorat o'zgarishi tufayli izlar cho'zilib, kattalashgan edi. Yorilish va soyalar esa ularni inson oyog'iga o'xshatib ko'rsatgan degan qarorga kelishadi va shu bilan bu surat ham qor odami mavjudligini isbotlay olmaydi. Yillar davomida insoniyat qorli tog'larda yashiringan mavjudot qor odami sirini ochishga urinib kelgan. Ammo 2017-yilda nihoyat haqiqatga eng yaqin tadqiqot amalga oshirildi. Ikki nufuzli markaz, Garvard va Oksford universitetlari olimlari qor odamniki deb da'vo qilingan soch, suyak, tish va najas namunalarini yig'ib chuqur DNK tahlilini boshladi. Natijalar hayratlanarli edi. Tahlil qilingan 9 ta namunadan 8 tasi Himolay ayiqlariga tegishli bo'lib chiqdi. Qolgan bitta namuna esa oddiy it DNKsi edi. Hech birida noma'lum mavjudot yoki insonsimon maxluq izlari topilmadi. Bu natija ilmiy hamjamiyatga aniq xulosa berdi. Ya'ni qor odami biologik mavjudot emas, balki madaniy afsona. Ammo shu tadqiqotdan keyin qor odami mavjud emasligi butunlay isbotlandi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Aytgancha, YouTube mana bu videoni sizlarga tavsiya qilmoqda. Albatta o'tib ko'ring.